Salom hammaga, sizlar bilan Farqli Lisa. Bugun sizlar bilan nega YouTubedan ketganim haqida gaplashamiz. Asosiy sabab men kasal bo'lganim. Bu oddiy shamollash, lekin men shamollashsam juda jiddiy holga aylanib ketishi mumkin. Banitsaga yotib qoldim. Hozir ham banitsadaman, lekin sizlarga video ulashishga qaror qildim. Men bu videoni olishimdan maqsad Lisaxonlarimga holimni tushuntirish. Hozir ham bilinayotgan bo'lsa kerak, tomog'im bo'g'ilib qolgan. Lekin shunga qaramasdan sizlarga video ulashyapman. Men kasal bo'lganimga ancha bo'ldi, adashmasam 13 yoki 12 iyul kuni bo'lganman. Oxirgi videomni YouTube'ga 16 iyul kuni joylaganman. Mening comeback kunim 16 avgust. 16 avgust kuni yana sizlar bilan Farqli Lisa birga bo'ladi. Lisaxonlarim, sizlarga yangiligim bor. Men Instagram ochdim. Instagramga o'tib, menga yozishingiz mumkin. Iyulga, lekin video hali joylaganim yo'q. Endi joylashim mumkin. Meni bilmaganlar uchun men Farqli Lisaman. Bu kanalni 1-2 oy oldin ochganman. Ya'ni bu 34 obunachiga ega Farqli Lisa. Bu kanalda men 50 ta obunachiga erishmoqchiman, chunki 50 ta obunachidan keyin men efir qilsam bo'ladi. Asosiy muammoga qaytsak, men faqat kasal bo'lganim yo'q, oilaviy muammolar tufayli YouTubedan ketishga qaror qildim, ammo yaqinda qaytaman. Iltimos bu videoga like bosib, menga obuna bo'lib qo'ying, chunki 50 taga erishishimiz kerak. Please girls. Men qaytgunimcha o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Men ketib, men yoqtirgan YouTuberlar ketib qolmasin yana. Hammaga xayr, meni ko'rganingiz uchun rahmat. O'zingizni ehtiyot qiling.